eng arzon narxlarda kilobey temir listlar. Bu yerda faqat kilobey sotiladi. Bu listlarda olib turib siz apolovka, katyol, pechka, pajarniy shit, undan tashqari elektroshit, drobilka, suv isitgichlarni ham ichiga qo'yishyapti ekan. Narxlar juda ham arzon. Listimizda qalinligi 0,6 mm dan boshlanib, bu yoq o'sha 4 mm gacha bor. Yana 1,25 bo'ladi. Siz razmerini, qalinligini istasangiz akalarimiz siz aytgan razmerda kesib berishadi. Xohlasangiz 0,5 metrlik, xohlasangiz 3 metrlik, xohlasangiz 5 metrlik. Faqat o'sha qalinligini, nechtaligini, uzunligini aytsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu listi lazerga bo'ladimi deganlarga, lazerga ham zo'r bo'ladi ekan. O'sha darvozaga, undan tashqari o'sha rishotka, ya'ni perillalarga lazerda kestirib qo'ysangiz juda ham zo'r bo'lar ekan. Xo'sh, manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kamin-Teran qishlog'idan bo'lyapti. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 1 kilosi 7,5 ming so'mdan boshlanib 9,5 ming so'mgacha. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Va bog'lasa akalarimiz mana chiroyli qilishib shunaqangi istanovlarni o'tkazdirib kesib berishadi. Siz aytgan razmerda. Bitta like bosib, tanish bilishlarga, gruppalarga tarqatib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Tamom.